Hurmatli dehqonlarimiz, bugun 2026-yil 17-fevral holati bo'ladi. Samarqand viloyati Tayloq tumanida, mana O'zbekiston mahallasida Sodiq akamiz parniklarga kelganmiz. Mana bu dala parnik maydoniga eda institutida 3 6 8 sotix maydonda opshida ular bilan. 8 sotix maydoniga Taxis kompaniyasini Carolina 2.6 2.8 razmerini berganmiz. Mana hozir mana donalab sotishga tayyor bo'libdi. Mana Begzod akamiz o'zimizga xaridor bo'lib kelgan, olyapti. Begzod aka, bu nech bilan olyapsizlar donasini? Donasini 1,5 ming olyapmiz. Donasi 1,5 ming. 1,5 ming. 1,5 ming. Bu Carolina'ni va Primina Sangrenaga qanday farqi bor? Qanaqa nima? Bir xil dehqonlar so'rayapti, yoriladi, to'g'ri emas, qiyshiq, buralib ketadi degan mish-mishlar yuribdi-da shunga. Yo'q, mana biz olyapmiz, hammasi yaxshi, yorilgani yo'q. Hali yoriq chiqqan emas. To'g'rimi? Dehqon bu? Shular ya, yoriq yo'q. Bironta yoriq yurib, savdo chiqqan emas. Hammasi zo'r. Uchigacha to'lgan. Buni hammasi silliq mana. Rangi qanday ekan? Rangi yaxshi, yomon emas. Mana kelganlar so'rab turibdi shundan. Yaxshi bo'lyapti, ketyapti. Mana 2 marta terim qildik bugun. Hozir bu deylik 2025-yil 5-oktyabrga ekildi. Xudo xolasa mana bugundan boshlandi. Bu keyinchalik hozir donaga sotiladi. Bu ko'plar bilmaydi-da, donaga nima, buni kiloga. Bu donalab sotiladi. Har bittasi donaga sotiladi. Donasi 1,5 ming. Bu hali to'ladi bu. Bu sabzi katta bo'ladi, yiriklashib ketadi kiloga aylanish uchun. Hozirgi shu kecha kunduzga mana shunaqa holatda mana. Sabzimiz deylik 15 17 sm, 20 sm-gacha ekan. Mana ko'rishlaringiz chiroyli holati mana juda. Birikta dehqonlarimiz o'tgan yil Carolina unday deb ekkan ekan, shuni videosini qilmagan edik. Lekin haqiqatan ko'rdik, zo'r edi. Mana bugun nasib qildi, mana birinchilardan bo'lib videosini qildik. 14-fevralda ham terim bo'ldi-a? Ha, birinchi terim. Birinchi terim 14-fevralda bo'ldi. O'tgan yil martda terim qo'ydik-a? Martga terim qildik. Martga. Bu yil 1 oy oldinga xudo xolasa mana Samarqandda ham mana donalarga birinchi chiqdi sabzimiz. Dehqonboga rahmat hammasiga. Dehqonboga rahmat, juda chiroyli ishlab qo'ygan mana. Va dehqonbo mana barakasini bersin. O'zimiz ham 1-2 marta oziqasini berdik bunga. Qanday yana savollar bo'lsa, yana gaplashamiz. Rahmat, xayr salomat.